Manga shu 3 ta biznes egalaridan barteriga reklama tushganda o'ylab o'tirmasdan ha javobini bergan bo'lardim. Birinchisi, makeup, studiyniy variantda video olish, ya'ni do-после videolar. Mana shunga o'xshash. To'g'risi, men bu xohishim blog boshlaganimdan beri bor va bunaqa takliflar kelmagan emas, kelgan, faqat boshqa viloyatdan bo'lgan, asosan Toshkentdan bunaqa takliflar tushgan. Yo'l masalasi bo'lgani uchun, to'g'risi отказ bo'lgan, lekin haligacha Farg'ona, Marg'ilonda bunaqa taklif menga kelmagan. Atak bunaqa taklif keladigan bo'lsa, bez отказ ha degan javobni bergan bo'lardim. Ikkinchisi, Accessify'dan nabor olish. To'g'risi, Accessify'da mabodo o'zlari yozib qolsa, men bez отказ rozi bo'lgan bo'lardim. Va uchinchisi, bilaman, menimcha buni ko'pchilik xohlaydi, ya'ni tur kompaniyalardan taklif tushish, ya'ni sayohatga. Hozircha to'g'ri profilim kichkina, lekin inshaalloh shunaqa kunlar ham nasib qiladi. Avvalambor o'zim pulimga borish nasib qilsa, lekin bepulga sayohat qilish menimcha umuman boshqacha. Agarda sizni ham blogingiz bo'lsa va sizga qanday brend egalaridan taklif tushsa, bez отказ ha degan javobni bergan bo'lardingiz. Fikringizni kommentariyada qoldirib keting. Fikringiz men uchun juda ham muhim. Aytgancha, menga obuna bo'lishni unutmang. Profilimda bundan qiziqarli videolar juda ham ko'p.